O'zbekistonning qator hududlaridagi metan zapravkalar ish soatiga cheklov kiritildi. Toshkent shahridagi 78 ta metan zapravka ishi soat 6:00 dan 23:00 gacha. Andijon viloyatidagi 143 ta metan zapravka ishi soat 5:00 dan 17:00 gacha. Namangan viloyatidagi 134 ta metan zapravka ishi soat 5:00 dan 17:00 gacha. Farg'ona viloyatidagi 173 ta metan zapravka soat 6:00 dan 18:00 gacha. Sirdaryo viloyatidagi 53 ta metan zapravka soat 6 dan kechki 6 gacha. Navoiy viloyatidagi 51 ta metan zapravka soat tongi 6:00 dan kechki 19:00 gacha. Xorazm viloyatidagi 94 ta metan zapravka ish soati soat 5:00 dan 17:00 gacha. Surxondaryo viloyatidagi 106 ta metan zapravka tongi 6 dan kechki 5 gacha. Samarqand viloyatidagi 135 ta metan zapravka ish soati tongi 5 dan kechki 5 gacha. Buxoro viloyatidagi metan zapravkalarning 95 tasi esa soat 6:00 dan 17:00 gacha. Hozircha Jizzax va Qashqadaryo viloyatlari hali e'lon qilishmadi.